Xo'p, hurmatli obunachilar, bugungi beradigan informatsiyalarim ko'proq shirinlikka mukkasidan ketgan, ya'ni shirinliksiz hayotini tasavvur qilolmaydigan ayollarimiz to'g'risida. Chunki shirinlik nima uchun zarar? Shu narsani aytib o'tamiz, chunki shirinlikni ko'p mukkasidan yeb ko'proq iste'mol qilgan ayollarimizda nimalar o'zgaradi? Temir mastopati ham tuzalmaydi yoki prolaktinim tushmadi degan savollarga javob berib o'taman. Shirinlik bu qonda insulinni oshirdimi? Demak, insulin oshdimi, sama sabab estrogen va testosteron gormoni oshadi. Bular esa o'z navbatida bilasizlar, ko'krakda, matkada buzilishni olib keladi. Va shu bilan birgalikda shirinlik natijasida o'sha kortizolni oshishi va bu esa o'z navbatida o'sha prolaktin gormonni oshirishi. Bu demak, organizmda o'sha sut bezlarida va shu bilan birgalikda demak tuxumdonlar faoliyatiga ta'sir qiladi. Bu nima degani? Hayz sikl buziladi yoki hayz siklida o'zgarishlar paydo bo'ladi, sut bezlarida o'zgarish paydo bo'ladi va og'riq paydo bo'ladi. Shu uchun shirinlik bu umuman ozgina shirinlikda to'g'ri asabiylashgan paytingizda shirinlik qabul qilasiz, lekin shirinlik ma'lum qisqa vaqtga lahzani beradi, ya'ni nima deydi, rohatlanish beradi. Va undan keyin esa charchoqlik, asabiylashtirish va stressga olib keladi. Shu uchun shirinlikni kamaytirishni maslahat beraman va shirinlik yeyuvchi ayollarimizga esa shirinlikni asta-sekin boshqa shu shirinsimon nimalar bor, o'zi qo'shimchalar bor, o'shalarga o'tkazishni maslahat bergan bo'lardim. Bu esa albatta gormonal fonga juda yomon ta'sir qiladi.